Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur Qurultiyi tor televiziyasining bugungi maxsus programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hammanglarga mush vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'rurmanlar, tuvanda diqqatinglar Dunyo Uyg'ur Qurultiyining chaqiriqi bilan 13-iyun kuni har qaysi allarda Volkswagen shirkatiga qarshi bir tutash holda elib berilgan norozilik harakatlari haqidagi maxsus xabarimizda bo'lsin. Mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat yurgizayotganligi G'arb demokratik ellar tomonidan orqa-orqadan rasmiy yo'sinda e'tirof qilinayotgan bugungi kundami, ya'ni Germaniyaning dunyoga dongliq avtomobil shirkati Volkswagenning Urumchidagi sho'ba zavodining ishlab chiqarishini davomlashtirishi muhojiratdagi Uyg'urlarning va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining savrini tashirdi. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur Qurultiyining chaqiriqiga asosan 6-oyning 13-kuni Volkswagen shirkatining Germaniyaning Wolfsburg shahridagi markazi oldida va har qaysi ellardagi sho'ba shirkatlari oldida bir tutash holda norozilik namoyishlari uyushtirilib, mazkur shirkatning Urumchidagi sho'ba zavodining darhol taqilishi talab qilindi. Gitlerning tashabbusi bilan 1937-yili qurilgan va ayni chog'dagi Nazi Germaniyasining Yahudiylarga yurgizgan irqiy qirg'inchiligida aktiv rol o'ynagan Volkswagen avtomobil shirkatining bugungi kunga kelgandimi yana Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga sherik bo'lib, Uyg'ur majburiy amgakida naf elishini davomlashtirishi insonlarning kallasida cho'nqur savol paydo qilmoqda. Gerçi hozirga qadar Dunyo Uyg'ur Qurultiyi boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlari va xalqaro kishilik huquq tashkilotlari Volkswagen shirkatiga ko'p qitim bevosita murojaatnoma yo'llab, ulardan Urumchidagi sho'ba zavodini taqash va Uyg'ur majburiy amgakidan naf ilishga xotima berishni talab qilib kelgan bo'lsa-mu, ammo Volkswagen shirkati hozirga qadar bu talablarga hech qanday ijobiy javob qaytargani yo'q. Xitoy bilan 35 yildan buyon intayin qo'yiq savdo munosabatida bo'lib kelgan Volkswagen shirkati 2013-yili Xitoy bilan hamkorlashib Urumchida o'zining avtomobil ishlab chiqarish tarmoq zavodini qurib, dastlabki qadamda 650 nafar ishchi xizmatchi qabul qilgan va keyinchi bu sonni uzluksiz oshirib kelgan. Mazkur shirkatning sonliq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, Urumchidagi Volkswagen zavodi yiliga 50 ming avtomobil ishlab chiqarish iqtidoriga ega bo'lib, bu zavodning 2014-yili bilan 2018-yili oralig'ida ishlab chiqargan avtomobil 45%, kirimi 30% oshgan. 2017-yili Xitoyning Sharq Turkistonda tasdiqlagan jazo lagerlari va majburiy amgak tuzumi dunyoga oshkorlangandan keyin bu shirkatning Urumchidagi sho'ba zavodini taqash haqidagi sadolar uzluksiz kuchayib borgan va bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur Qurultiyi boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlari dunyo miqyosida Volkswagen shirkatiga qarshi norozilik harakatlarini qanot yoydirib kelgan bo'lsa-mu, ammo Volkswagen shirkati bo'lsa bizning majburiy amgak bilan hech bir aloqamiz yo'q. Biz butunlay yerlik millatlarni ish bilan ta'minlab Urumchi xalqining ijtimoiy hayotining yaxshilanishini ko'zlaymiz deganni bahona qilib, Uyg'ur majburiy amgakida naf ilishni toki bugungacha izchil davomlashtirib kelmoqda. Bu sababdan Dunyo Uyg'ur Qurultiyining bevosita uyushtirishi bilan 13-iyun kuni Germaniyaning har qaysi rayonlaridan Volkswagen shirkatining Wolfsburg shahridagi markaziy binosi oldiga kelib to'plangan yuzlagan Uyg'ur namoyishchilar mazkur shirkatdan Urumchidagi sho'ba zavodini darhol taqash va Uyg'ur majburiy amgakida naf ilishni to'xtatishni talab qilishdi. Dunyo Uyg'ur Qurultiyining rais vakili Turg'unjon Alovdin bilan Xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkilotining bayonotchisi Xonno Shetlar apandilar riyosatchilik qilgan bu navbatlik birlashma namoyishga Germaniyadagi Uyg'urlardan boshqa yana Gollandiya, Belgiya qatorliq davlatlardagi ba'zi qarindoshlarimiz mo alohida kelib qatnashdi. Germaniyadagi ba'zi Tibet va Turk tashkilotlarining vakillari mo namoyish sepidan o'rin olgan edi. Dunyo Uyg'ur Qurultiyining rais vakili Turg'unjon Alovdin apandi namoyishning beshida qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Aziz qarindoshlar, Japa tatib keldik. İnşallah japa tatgan japayımızga layık netice qaytimiz inşallah. Bugünkü namoyishni nima uchun qilyapmiz deganda xabaringlar bor, bizning vatanga Volkswagen bir sho'ba ochgan zavodini Urumchida. Bu zavodda so'zda biz dastlab qurultaydan etishdan burun so'zlashganda ular deganda Uyg'ur ishchi alimiz, milliy ishchilarni 60% ishchi alimiz, qolganlar Xitoy bo'ldi, sizlarga foydasi bo'ldi degan. Ammo afsuski o'mi bo'lmadi va keyingi vaqtlarda Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatiga ko'z yumdi. Xabaringlar o'tgan 2 yil burun Volkswagenning bosh CEO'sidan muxbirlar so'rgan vaqtida sizning Urumchida sho'bingiz bor ekan, zavodingiz bor ekan, u yerda Uyg'urlar irqiy qirg'inchilikqa duch kelib o'tibdi. Siz bunga qanday qaraysiz deganda men uni ko'rmadim degan. Xabarim yo'q degan. Ama ko'rish kerak albatta.
bu yerdeki bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni butun dunyo ko'ryapti, butun insonlar ko'ryapti. Ammo ba'zi bir manfaatparast insonlar, shirkatlar ko'mayapti. Shuning uchun biz bu yerga Volkswagen'ga sen Xitoy hokimiyati irqiy qirg'inchilik olib boryapsan, sen unga ko'z yumding. Albatta sen undaq bir davlat bilan muomala qilmasliging kerak, zavodingni u yerga qurmasliging kerak. Uyg'urlarga zavod qurishning foydasi emas, aksincha ziyni kelyapti deb buni bildirish uchun bu yerga kelib namoyish qildik. Lager şayda Qalbinur Sidiq xonimning Ataydan Gollandiyadan kelib bu namoyishga qatnashib, bütün namoyishchilarimizni alayida so'yindirdi. Qalbinur Sidiq xonim namoyish jarayonida qilgan so'zida o'zining lager hayotini qisqacha eslab o'tish bilan birga, hozirmi ham millionlagan Sharq Turkistonlikning Xitoyning jazo lagerlarida, turmalarida va majburiy emgak maydonlarida dahshatli zulm ostida jon talishayotganligini, Xitoyning bu xil jinoiy qilmishlariga sherik bo'layotgan Volkswagen'ga o'xshagan chet el shirkatlarining hamon bir kuni qonun va adolat oldida javob berishga majbur bo'ladiganligini ifoda qildi. Namoyish maydonidan istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan lager shoyida Qalbinur Sidiq xonim, Belgiya Uyg'ur jamiyati idora hay'atining a'zosi Akbar apandi, Germaniya madaniyat va maarif jamiyatining raisi Halima Abdukerim, Germaniyadagi Uyg'ur yoshlaridan Obida qatorliqlar o'zlarining ta'sirotlarini tövandagidek ifoda qilishdi. Assalomu alaykum, muajiratga barcha qarindoshlar. Men bugun Germaniyaga kelib, tunuygun umraytislar, Yevropa parlamenti va Germaniya parlamenti a'zolarining guvohlik berish faoliyatiga qatnashdim. Bu faoliyat intayin yaxshi ahamiyatli bo'ldi. Bu yerdagi cho'ng siyosiylar, tadqiqotchilar shunchalik Uyg'urlar uchun ajoyib isil yaxshi gaplarni qildi. Men ta'sirlandim, hayajonlandim. Bugun yana bu shaharda Volkswagen'daki çoğun şirketlerinin taqaş to'g'risidagi bu namoyishga qatnashib, bu yerda bu qarindoshlarni ko'rib, texmo hayajonlandim. Hammamizdan Alloh razı olsun. Ko'p rahmat. Bugün biz Belgiyadan şu Germaniyaning Wolfsburg shahriga namoyish qilib keldik. Bugün yerda yüzdagi qarindoshlarimiz şu Volkswagen'dagi bizning vatanimizdagi Urumchi shahrida şu ichilgan zavodlarda Emgek bilen tapkan paylaşını, toxtuşunu, Uygurlarning huquqiga hurmat qilishni talab qilib bizim ishga keldik. Assalomu alaykum qarindoshlar. Hammanglar xush keldinglar. Bugun biz Germaniyaning Volkswagen shirkatining Wolfsburg shahrida Volkswagen qarshi namoyish etgan mushu qarindoshlar bilan turibmiz. Hozir biz namoyish ustida, namoyish maydonida sizlarga so'zlayapman. Ayni vaqtda bizningki vatanimiz bo'lgan Sharq Turkistonda Volkswagen shirkati qurilib, bizning nurg'unlagan 60% odamimizni ishga olamiz degan so'zlashgan. Amaliyotda undaq bo'lmadi. Bu mumkinchilik bizga bo'lmadi. Ammo vatanda inson haqlari degan narsa bizga yo'q. Xitoylar zo'rlik, zo'ng'ulik bilan xalqimizni, millatimizni oyog'iga siqilib, ko'mir tapini ostida lagerlarga xohlagancha so'lab kirib, xotin qizlarimizni xotin qilib, akalarimizni, hadilarimizni lagerlarga xohlagancha so'lab shilliq kesib etdi. Zo'rlik, zo'ng'ulik qilayotgan Xitoy hozirgacha bizga tehi yovuzligini to'xtatmadi. Biz bununla qarşı vatanimizdeki Volkswagen şirketining to'xtashini umid qilamiz. Assalomu alaykum. Biz bugun Miyonxondan Ataydan Wolfsburgga mushu VW şirketining oldiga namoyish qilib keldik. VW şirketi biz Uyg'urlarni ishimizda, bizning vatanimizda avtomobil qurgan shirkati ichib, zavodni ichib, biz Uyg'urlarni ishlatimiz deb turib, ammo Xitoylarni ishlatdi. Bizning bu vatanimizda shunchalik odamlar, begunoh odamlar lagerga solinib, g'ururlarni dafsanda qilyotdi. Ammo VW deganda bu eng chong dunyodagi bo'lgan avtomobil shirkati buningga ko'z yumbilib, buningga hech qanday inkos qilmadi. Shuningga biz VW'ninki bizning vatanda bo'lgan avtomobil zavodini taqishini talab qilamiz. Kanada Sharq Turkiston jamiyatimi Dünya Uyg'ur qurultiyining chaqirig'iga qizg'in ovoz qo'shib, 13 iyun kuni Kanadaning Toronto, Mississauga, Montreal,
Vancouver, Edmonton qatorliq shaharlardagi maxsus Volkswagen avtomobilini sotadigan tarmoq shirkatlarning oldida bir tutash holda norozilik namoyishi o'tkazib, Volkswagen shirkatining Urumchidagi sho'ba zavodini darhol taqashni talab qilishdi. Kanada Sharq Turkiston jamiyatining raisi To'yg'un Abduvali apandi bu vaqtda stansiyamizga ma'lumot berib, Kanadada Volkswagen shirkatiga qarshi namoyishning bir qancha oydan buyon izchil davom qilib kelayotganligini, Dunyo Uyg'ur qurultiyining chaqiriqi bilan o'tkazilgan bu qitimqi namoyishning ko'lamining oldingi namoyishlarga qaraganda yanada keng bo'lganligini ifoda qildi. Montrealdagi Volkswagenning oldingi namoyish bilan Türkiyədəki Dünya Uyğur Qurultayı Vəqfi bilan Şərq Türkistan Yeni Nəsil Hərəkəti Təşkilatı birlikdə 12 iyun günü İstanbuldakı Volkswagen şirkəti bilan şerikləşib ticarət qılıyotqan Doğuş avtomobil şirkətinin oldida namoyish və axbarat e'lon qilish faoliyati uyushtirib, Xitoyning Şərq Türkistan xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga va majburiy əmgək tüzümiga sherik bo'liyotgan Volkswagen şirkətiga bo'lgan noroziliklarni ifoda qilish bilan birga, mazkur shirkatdan Urumchidagi zavodini darhol taqashni va Xitoyning Şərq Türkistandagi shirkatlari bilan bo'lgan savdo aloqalarini to'xtatishni talab qilishdi. Dünya Uyg'ur Qurultayı Vaqfining raisi Abdurashid Abdulhamid va Sharq Turkiston Yeni Nesil harakatining raisi Abdusalom Taklimakani apandilar namoyish jarayonida qilgan so'zlarida Uyg'ur majburiy amgigidan naf ilayotgan barliq chet el shirkatlarining mohiyatda Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga sherik bo'lish bilan barobar ekanligini alohida ta'kidlab o'tishdi. Şivesiya Uyghur Maarif Cemiyetining uyushtirilishi bilan 12 iyun kuni Stockholm shahridagi Volkswagen sho'ba shirkati oldida o'xshash mazmunda norozilik namoyishi o'tkazildi. Namoyish maydonidan istansiyamizning ziyoratini qabul qilgan Şivesiya Uyghur Maarif Cemiyeti idora hay'atining a'zosi Ahmadjon Tursun apandim bu vaqtda ma'lumot berib mundaq dedi. Assalomu alaykum hurmatli jamoat. Bugun bu yerda Vällingbyda Stockholmning Vällingby rayonidagi Volkswagenning oldida Volkswagen qarshi namoyish qilyapmiz. Bu namoyishning maqsadi Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar munbirining Dunyo Uyg'ur Qurultayining tavsiyasi bilan olgan qaroriga asosan 6-oyning 13-kuni Stockholm vaqti soat 2dan 4 bo'lgan 2 soat aralıqda vaqt elib bu namoyishni o'tkazyapmiz. Namoyish qilishimizga maqsad Volkswagen shirkatininki Sharq Turkistondagi Urumchi rayonidagi sho'basini va shundaqlam Xitoy Kommunist partiyasi bilan birlashib bu bizningki xalqimizni azam ishchi bo'lib ishlatayotganligiga qarshi bu namoyishni o'tkazyapmiz. Bu namoyishning asosiy maqsadi Volkswagen shirkatining Urumchidagi sho'basini butunlay taqab Xitoylarning bilan bo'lgan munosabatini uzgucha bu namoyishimizni davomlashtirmoqchi. Hammalarning xabari bo'lib qolsin. Kelganinglar uchun ko'p rahmat. Yuqorqilardan boshqa yana 12 iyun o'xshash kunda Amerika, Gollandiya qatorliq boshqa ellardagi Volkswagen sho'ba shirkatlari oldida norozilik harakatlari elib berildi. Biz bugun Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikka qarshi va bu irqiy qirg'inchilikka sherik bo'lgan xalqaro shirkatlardan Volkswagen shirkatining Londonda bir setish markazining oldida namoyish qilib turibmiz. Biz yo'lovchilarning bu irqiy qirg'inchilikka diqqat berishini va bu haqda bir amaliy harakat qilishini, hech bo'lmaganda mushu setish maydonining oldida yo'lga o'tib ketib berib 3 qatim mashinasining signalini besishini talab qildik. Her o'tganlar signallarini besishib bu masalaga diqqat e'tibori berganligini ifodaladi. Jumladan o'zimizmi Sharq Turkistonlik bo'lish suhbatimiz bilan bu dunyoda yolg'iz emas ekanligimizni, biz bilan birga insoniyatchilikda, odamiylikda sherik bo'lgan
vurgulagan kişilerin bağlılığını gördük. Bugün bu London'daki bu Volkswagen aldığı namayış için kelgen London'daki yurttaşlar bu bizden bir yerdeki yerlik teşkilatımızdaki Kerem Zahir Karım'ın yetekçilikinde köpleyen kişiler geldi ve bir kançılıgan Volkswagen şirketlerinden aldığı bugün namayışlar buluvatıdı. Biz bu namayışın katlaşkanlığımızdan nayeti fırsatı bulduk. Bu qitimqi namoyishning logosi Dunyo Uyg'ur Qurultiyi tarafidan bir tutash holda hozirlab tarqatilgan bo'lib, Dunyo Uyg'ur Qurultiyi Uyg'ur majburiy amgakdan naf elayotgan Volkswagen qatorliq ba'zi Germaniya shirkatlari ustidan sud mahkamalariga arz sunishga hozirlanmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur Qurultiyining chaqiriqi bilan 12-iyun kuni har qaysi allarda Volkswagen shirkatiga qarshi elib berilgan norozilik harakatlari haqidagi maxsus programmamizni diqqatingizga sundik. Yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Keyin qaytamiq programmamizda ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.